Ayblanuvchi bid'atchimiz geliotentrik nazariyani tadqiq qilishda samoviy jismlar yer emas, balki quyosh atrofida aylanish haqidagi qarashlari uchun aybini bo'yniga oladimi? Ha, bo'ynimga olaman. Tergov ayblanuvchidan shuningdek barcha tegishli hujjatlarni oshkor qilish va yo'q qilish talab qilinadi. Tushundim. Ayblanuvchini o'qishdagi muvaffaqiyatlari va xulqiy inobatga olinib, agar u bizni talablarimizga rozi bo'lsa, cherkov universitetga kirishga ruxsat berishga tayyor. Siz ushbu hujjatni qabul qilasizmi? Endi esa qarashlaringizdan voz keching. Qarashlaringizdan voz keching. Men geliotentrizmga ishonaman. Uni niyat qildingmi? Bunaqa tanlov bizni ta'limotimizga qarshi-ku. Oxiratda sana dahshatli qismat kutmoqda. Oxirat nima ekanligini hech kim bilmaydi. Biz mavjud bo'lganimizda o'lim va o'lim mavjud bo'lganida biz yo'q bo'lamiz.